Assalomu alaykum do'stlar, biz hozir Naruto o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yinda biz kuchayganmiz. Endi biz 10 mana bu ko'chadan yig'sa Itachini olamiz, lekin bizda Tobi bor, Itachi kerak emas. Shu uchun o'yinni boshlaymiz. Va do'stlar, bunga qaramasdan hali Hair AC'da Madaragacha o'tganman. Hali Hair'da shunchasi bor. Lekin bunaqa bu proyoqlari lekin o'zidan o'zi ochilib ketgan. Shu uchun o'yin ochilgan deb o'yladim. Shu uchun bular bilan jang qilishga majburman. Va bu bilan hozir buni juda kam zarbada yo'q qilaman. Chunki hali Tobi'ning eng kuchaygan versiyasida o'ynab buni yo'q qilish ana o'zi yo'q bo'ldi. Men nima dedim? Asli taktikamni Madarani Eclipse ham yo'q bo'lib ketadi, ishoninglar. Va juda yomon ahvol, mayli. Bir o'zim tiklab olmasam bo'lmaydi. Arenaga kiramizdan keyin bu mashg'ulotlar bilan jang qilamiz. Ancha ko'pdan o'tib qo'yganman o'zi. Sakura bilan Tobi'ning jangini ko'rganmisizlar? Endi ko'ryapsizlar. Mana. Yo'qol. Tamam. O'zi menga bular hech narsa emas. Bitta zarba berdi. Jonimga amal Madara bilan urush qilamiz. Madara ham kuchli. Madara o'zi kuchli. Hozir puldolinligi ham bo'lib ketdi. Olmasga. Va tamom. Yo'qingigan holat menga. Mana ash taraf menga yo'qotdi. Shunday qilib bekor qildi. Bunday qilaman. Oldimga kelishga majburman menga. Tamam, bu o'yin endi keyingi o'yinga o'tamiz. Desam ishonmaylar, hali yana jang bor. Bu jangda Narutoning eng kuchlisi bilan Tobi'ning eng kuchlisi, Tobi'ning eng kuchlisi men. Bu bilan jang qizg'in ketdi. Mana. Tamam, o'zi yo'q. Tamam. Bitta burchakka tiqib bilan. Bu lekin umuman zarba berolmaydi endi. Tamam. Endi keyingi o'yinga o'tamiz. Va keyingisi mana bu mod. Bu modda kiramiz. Bu eng yaxshisi va eng qulay men uchun. Bunga kirgani zahoti mana bunday bo'lib qoladi, chunki bu internetli va men qishloqdaligim uchun internet yaxshi ishlamayapti, bo'ldi. Va yana kiramiz. Yanada endi aniq kiradi, chunki internet yoniq. Amal reklamani sizlar ko'rmaysizlar, to'g'rimi? Reklamani o'tkazib shunaqagacha keldik. Va bunda qaranglar. Mana shunaqa modlar, one block, o'xti shunaqa ekan. O'ta like block dey. Va do'stlar, bunda juda mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Mana shunchasi bor. Kim shular o'ynagisi kelmaydi?
Mana skinga kirsak, qaranglar qanaqalari bor. Monster shunaqalari. Bunaqasi hali hech qayerda bo'lmagan do'stlar. Bu yerda albatta Dreamniki ham bor. Dream ham shundan foydalangan deb o'ylayman. Bilmayman. Va mana bu ham bor hattoki. Va buni qaranglar do'stlar. Lekin bularni cheksiz deya olmayman, ha. Chunki bularning ham soni bor. Endi shuni mazza qilib o'ynashingiz uchun shuncha qulayliklar, addons. Uxti, arzumi deyman. Mana shuni tashlaymiz. Yo'q, mana yerda mana shunaqa qizilchalar bo'lsa, tashlab bo'lmaydi degani. Endi buni minus tomoni. To'xtang, menga pul berdim. Mayli, boshqalari ham bor. Masalan, mana shu, mayli. Yuklasa bo'lar ekan, boyagisini yuklayman. Tamom. Bu menga qiziq emas. Mana shu qiziq. Reklamani sizlar ko'rmaysizlar. Va reklama ham juni o'zinacha. Aytdim, yana reklama. Va reklamalar ko'p bo'ldi degani emas. Va qaranglar, bitta narsaga kelishib olamiz. Mana Skyblockga kirdim. Bu yerda Lucky Block bor, xuddi artefakt, men ko'rganman uni. Artefaktga ham obuna bo'lib qo'ying. U ham yaxshi kontentlar qiladi. Qaranglar. Hozir mana shulardan Lucky Blockdan o'ynaymiz. Mana shu Lucky Block mayli. Boshqasini o'ynayamiz. O'shani o'ynayveramiz, mayli. Internet prosta asab qilyapti. Endi internetga ham mayli do'stlar, e'tibor bermaymiz. Skyblock Battles Rival hammasi bor. Lucky Skyblock. Do'stlar, undan ko'ra biz rang-barangini o'ynaymiz. Hop. Qani. Tashlasak bo'lar, yaxshi. Menga qulay. Davay yuklansin. Ada. Dahshat zo'rligi uchun sekin yuklanyapti. Va do'stlar, yana bitta narsa. Mana shu videoda, o'tgan videoda 100 ta do'dim. Lekin Robloxda o'yin o'ynash uchun mana shu videoda 55 ta like yig'sa, men ana shu videoda mana shu Skyblockni tashladim. Mana shu Skyblockda o'ynayman albatta keyingi videoda. Va'da beraman. Ana shu video 55 ta like yig'sa, 55 ta like yig'gan zahoti mana shu Skyblockni o'ynab chiqaraman. Muncha yuklamay ketdi. Do'stlar, yuklangancha ozgina qo'yancha mayli pauza qilib turaman, chunki juda uzun ko'rishni xohlamaysizlar deb o'ylayapman, shuning uchun mayli. Va mana endi kirib ko'raman. Va kiradi. Mana o'sha va hozir ko'rasizlar bunga ishonch borligini. Va mana o'sha va'da qilganimdek. Va bu ana shu videoda 55 ta like yig'gan zavodi chiqaraman.
va keyingi o'yinda ko'rishguncha. Va keyingi o'yin bizda Minecraft. Bu albatta nechinchi versiyasiga bog'liq. Bu albatta 1.19-versiyasi. Bu 1.19-versiyasi eng zo'ri men uchun, sizlar uchun bilmadim. Va albatta bu 1.19-versiyasi va kiradigan joylari va bu o'yin bu 19-versiyasi Minecraftni va bu juda qiziq. Play. Albatta men telefonda o'ynayapman. Va albatta bunga kirmay turamiz endi. 55 ta like yig'inglar, keyin kiramiz. Mana buni ham mod qilganman. Endi shunga kiraman. Qanaqa modligini sizlar yana zo'rligini ko'rasizlar. Mana va kirganinglar zahoti juda mazza ko'rasizlar. Va albatta va keyingi zonaga ham kiraman, chunki ana bu qanaqa narsalar borligini ham ko'rishinglar kerak. Bunda hozir juda ko'p, mana buni qaranglar sizlar. Bloklarni, har xil bloklar. Bu mod juda zo'r. Endi keyingi zona, chunki keyingi zona ham bo'lish kerak. Va keyingi zona mana bunga kiraylik. Oddiygina normal zona. Bu hammasi mod. Va bundan yana bitta bor. U mod emas. Ikkita oddiy va 3 ta mod. Men ko'proq moddan foydalanganman do'stlar. deb qolasizlar, chunki men telefonda o'ynayman. Qaranglar. Mana narsa qurganman. Mana. Va do'stlar, qaranglar, bo'ladi. Mana. Va albatta mana bu yerda ko'rib turibsiz qanchalik ko'p bloklar borligini. Va sizlar bilan ko'rishguncha.